joyi kelgungacha hammamiz gapirdik, vatan uchun dedik, ota-onamiz uchun, o'zimiz uchun, tarix uchun, O'zbekiston uchun dedik. Hamma narsa gapirib bo'lindi. Bu o'yinda menimcha gapsiz bugun hamma narsaga nuqta qo'yadigan kunimiz. 3-4 yildan beri birgamiz, hammamiz oilamizdan ko'p bir-birimizni ko'rdik yerda. Davay oilaligimizni bugun ham ko'rsataylik. O'zbekistonda necha million aholi bizdan kutib o'tirib, 90 ni tugagandan keyin biz menimcha boshimizni yerga qaratib o'tirishimiz, bizlar O'zbekistondagi hamma o'zbeklar bugun bayram bo'lishi kerak. Bugun bu qonun kun bo'lib qoladi biz uchun. Hamma miyasiga sig'dirsin. Bugun bu kun tarixda qoladigan kun biz uchun. Faqat ko'rishga. Bizda bitta o'yin bor. Qatar bilan o'yin kerak emas degan. Bugun hal qilamiz hamma narsani. Davay, hamma birga bo'lsak, bular bizdan kuchli emas hech qaysi. Olsin Braziliyadan, Portugaliyadan, boshqa joydan hammasi grajdan olsin. Lekin bugun kim bizga qat'iy nazar oldimizda tursa, Liboyni bugun hal qilishimiz kerak. Davay bolalar, bugun hamma bizlar bilan birga O'zbekiston hamma duo qilib o'tiribdi. Makkadan hamma joydan ota-onalarimiz duo qilib o'tiribdi. Xudo xolasa hamma narsa yaxshi bo'ladi. Ko'chmasdan 100% beraylik o'zimizdan samaddacha, qolgan Allohdan. Davay bolalar. Tarix bilasizlar, bizning bobolarimiz kimlar bo'lgan. Hech qachon esdan chiqarmasin mana. Kim bo'lish qat'iy nazar hozir qarshilik. Sizlar o'zbeksizlar bolalar. G'urur bilan maydonga chiqib kurashing. Shundan emas, tarixni bugun yarataylik. Va omad bo'lsin. Davay bolalar.